Assalomu alaykum. Qizlar, bugun turk biskviti tayyorlaymiz. Turetskiy biskvitda hamma narsa grammlab o'lchanishi kerak, bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. O'shanda biskvitimiz chiroyli chiqadi. Tarozi kerak bo'ladi bizga. Hamma mahsulotni grammlarini videoning ostida to'liq yozib qoldiraman. Shakar, un o'lchab olganman. Oldindan o'lchangan. Razrexlitel va kraxmal kerak bo'ladi. Kukuruzniy kraxmal kerak bo'ladi. Kartoshkaniki bo'lmaydi. Avalex kerak bo'ladi. Avalex 4 nam mahsulotlar sotiladigan joylarda sotiladi. Muzdek suv kerak bo'ladi. Muzdek suvni ham o'lchab olganman 40 grammda. Endi Avaleximizni ham o'lchab tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Tort uchun katta mikserdan foydalansanglar yaxshi. Agar unaqa mikser bo'lmasa, ruchnoy mikserdan ham foydalanish mumkin. Menda katta mikser yo'q, o'shaning uchun ruchnoy mikserdan foydalanaman. Ruchnoy mikserni ham обороtiga qarab ishlatasizlar. Hammasini ham оборотni kuchi yetmaydi, un bilan baravar hamma mahsulotni ko'pirtirgani. Turk biskvitini bilsanglar, hamma mahsulotlar baravar solinadi va bir xilda qilib bir xil massa bo'lguncha yaxshilab ko'pirtiriladi. Agar sizlarda kichkina mikser bo'ladigan bo'lsa, menga o'xshab tuxumli massalarni alohida tayyorlab olib, oxirida un, kraxmal, razrexlitellarni oxirida qo'shsanglar bo'ladi. Hozir 4 dona tuxumga tayyorlanadigan o'lchovlarni o'lchab oldim, lekin menda tuxum ozgina maydaroq bo'lgani uchun 5 ta tuxum ishlatyapman, lekin sizlar katta-katta 4 dona tuxum ishlatsanglar bo'ladi. Suv, avalex, shakar solamiz va tuxumlarimizni chaqib olamiz. Hamma tuxumimizni chaqib mikserda ko'pirtirishni boshlaymiz. Agar mikser bo'lmasa, bemalol venchikda tayyorlasanglar ham bo'ladi. Men venchikda ham tayyorlab ko'rganman. Venchikda ham o'xshab chiqadi, faqat me'yorga kelguncha yaxshilab xuddi mana shunaqa mikserdan venchikdan foydalansanglar bo'ladi. Faqat me'yorini bilish kerak, chiroyli oppoq ko'pik bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olish kerak bo'ladi. Hozir mikserda o'rta оборотda, ruchnoy mikserda 8-10 daqiqa davomida ko'pirtiriladi. Mana shunaqa qo'yiq massa holatiga keladi. Bir xil massa bo'lib ketishi kerak. Xuddi shunaqa massa bo'lgandan keyin unli mahsulotlarni qo'shamiz. Agar un bilan baravar ko'pirtirsanglar ham bo'ladi, faqat mikserni yaxshiroq mikser bo'lmasa ko'pirtirish qiyin bo'ladi, qiynaladi mikser. Oliy navli unimizni, razrexlitel va kraxmalimizni elakdan o'tkazib olamiz. Elakdan o'tkazish shart. Hammasini elakdan o'tkazib, mikserda yaxshilab yana bir xil massa bo'lguncha 3-4 daqiqa davomida mikser qilib olamiz. Qo'yiq massa holatiga keladi. 20 santimetrli, diametri 20 santimetrli qolipdan foydalanmoqchiman. O'zi 4 dona tuxumni baland qilib tayyorlamoqchi bo'lsanglar, men tug'ilgan kunlarga zakazga tayyorlamoqchi bo'lsanglar, 18-19 diametrli qolipdan foydalansanglar juda ham baland bo'lib chiqadi. Men hozir o'zimizga tayyorlayotganligim uchun 20 santimetrli qolipdan foydalanyapman. 20 santimetrda ham balandligi yaxshigina bo'lib chiqadi. Pergament qog'oz to'shalgan qolipimizga solib oldim. Xohlasanglar falga qilishingiz mumkin, lekin xamir qo'yiq bo'lgani uchun chiqib ketmaydi. Duxovkamiz oldindan qizdirilgan bo'ladi. Xamirimizni tekislab olamiz. Baland bo'lishi kerak qizlar, qaranglar. Qolipimiz baland bo'lmasa, toshib chiqib ketib qoladi. Meni qolipimni balandligi 15 cm atrofida. Duxovkani o'rta qismiga qo'yamiz va tepa pastini yoqib va ventilyatorni yoqib 120 graduslarda pishiryapman. Menda Itimat duxovkasi 120 gradusda pishirsanglar pishib chiqadi, chiroyli bo'lib. Agar sizlar duxovkalarning gradusini bilmasanglar, mana qolipimga уже to'lib qolgan, baland bo'lib. Agar sizlar gradusni bilmasanglar, qaranglar, past gradusda pishiringlar. 100 gradus, 110 gradusda pishirsanglar ham bo'ladi. Agar sizlar duxovkalar chet duxovkasi bo'lsa yoki Hoffman duxovkalari bo'lsa, ularda balandroq gradusda pishirsanglar ham bo'ladi. Men Itimat sal balandligi qizdirishi yuqoriroq qizdiradi, o'shaning uchun pastroq gradusda pishirib olamiz. Va xuddi ko'rib turganingizdek to'nkarib sovutib olamiz biskvitni. Sovigandan keyin men ustki qismini olib tashlayman, pichoqda mana shunaqa
olsanglar osonlikcha olinadi. O'shanda oppoq chiroyli tort bo'lib chiqadi tortimiz. Ustini hammasini olib tashlab 4 qismga bo'lmoqchiman. Buni 5 ga bo'lsanglar ham bo'ladi buni bemalol. Hozir o'rtasidan bitta bo'lib olaman. Arra pichoqda iz tushirib, ozgina iz tushirib chiqaman va kesib olaman. Keyin yana tepadagi qismini yana 2 ga, pastdagi qismini yana o'rtasidan bo'lib 4 qismga bo'lib pishirib oldim. Bu tortni xohlaguncha yig'ib olsanglar bo'ladi, xohlaguncha pishirsanglar bo'ladi. Agar sizlarda biskvitni pishirib tayyor qilib qo'ysanglar, salofanga, streç salofanga o'rab, xolodilnikda 2-3 kun saqlab turib, keyin tort pishirsanglar ham bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Duxovkangizni gradusini bilmasangiz, past gradusda uzoqroq vaqtda pishirishni maslahat beraman. Ozgina quruqroq bo'ladi, lekin yig'ish davomida namlantirib olsangiz, u sezilmay ketadi. Agar siz baland gradusda pishirsangiz, yo qizartirib olasiz yoki usti pishib, ichi pishmay qolishi mumkin. Agar siz duxovkangizni yaxshi pishirish gradusini bilsangiz, bemalol o'zingiz bilgan gradusda pishirsangiz bo'ladi. O'shanda ichlari влажный bo'lib, chiroyli chiqadi. Turk biskviti o'zi namlantirish shart emas, lekin pastroq gradusda pishirsangiz albatta namlantiring.